Saidg'afur Saynuriddinov, Premier Elektrotek kompaniyasi ta'sischisi. 2018 yilda elektrotexnika sohasida ishlab chiqarish faoliyatini boshlagan. Bir turdagi mahsulotdan bugun 7 turdagi, 400 modeldagi maishiy texnika ishlab chiqarish salohiyatiga chiqqan. Eksporti 3 ta davlatdan 10 dan ziyod davlatga oshgan. 2000 dan ziyod ish o'rni yaratgan. Prezident farmoni bilan joriy yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlandi. 2017-yilgacha biz kichik tadbirkorlik qilib yurib, import bilan shug'ullanib, maishiy texnikalar olib kelardik. 2017-yildan keyin katta o'zgarishlar bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratildi. Shu imkoniyatlardan biz ham foydamiz tegsin. Prezidentimizning tashabbuslari bilan bir zavod, bitovoy texnika ishlab chiqarish zavodini qurish niyat qildik. 2018-yil Premier maishiy texnikalar ishlab chiqarish korxonasini barpo qildik. Birinchi zavod bo'ldi bu. Bu zavodda shu maishiy texnikalar haqiqatda xalqimiz rozi bo'ladigan, importda o'rnini bosadigan bir sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish niyat qildik. Haqiqatda shu niyatlar amalga oshirdi. Boshida televizordan boshladik. Hozirgi kunda 7 ta turdagi 400 dan oshiq modellar ishlab chiqaramiz. Televizor, xolodilnik, konditsioner, pilososlar, kir mashinalar, yana shunga o'xshagan turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarib turibmiz. Undan oshiq davlatlarga eksport qilamiz. Boshlanishda 200-300 ming dollar bo'lgan eksportimiz hozirgi kunda 25 milliondan oshdi va yana shuni bir 50 million dollarga oshirmoqchimiz eksportimizni. Biz haqiqatda tushimizni ham ko'rmagan, xayolimizga ham kelmagan ishlar bo'ldi. Bunaqa rivojlanib ketadi deb o'ylamaganmiz. Yangi qarorlar, yangi takliflar prezident tomonidan bo'lganligi uchun juda ham tez rivojlanish bo'ldi. Hozirgi kunda mana mahalliylashtirish juda ham yana rivojlanib bormoqda. Biz qayta ishlab, maishiy texnikalarimizga o'zimiz yuqori qiymatli mahsulotlar chiqarishga harakat qilib turibmiz. Bunga erishdik ham. Mahalliylashtirib, narxlarini arzonlashtirishga olib kelyapti bu. Prezidentimizning tashabbuslari bilan sement ishlab chiqarish korxonasini barpo qildik va yana oyoq kiyimlar ishlab chiqarish korxonasini barpo qildik. Hozirgi kunda 2000 dan ortiq ishchi o'rinlar yaratdik. 10 minglab ishchi o'rinlar yaratish niyatlarimiz bor. Prezidentimizning bizga berayotgan imkoniyatlari, tadbirkorlarga sharoitlarini evaziga korxonalar barpo etilyapti. Agarda prezidentimiz bu tashabbus bilan chiqmasalar, biz bu korxonalarni barpo qila olmasdik. Bu ishchi o'rinlarni yarata olmasdik. Bizni prezidentimiz xalqimizga, tadbirkorlarga o'ta mehribonlar. Hamma buni bilish kerak. Haqiqatda prezidentimiz kechani kecha, kunduzi kunduz demay g'ayrat qilib ishlab turibdilar. Buni his qilishimiz kerak. Bu hammasi shu xalqimizni yashash sharoitlarini yaxshilash. Muncha prezident bunaqa sharoitlar yaratib bermaydi o'z xalqiga. Eng muhimi tadbirkorlarning mana shunday faoliyati, mehnati nafaqat ularga yo'l ochilishi, balki davlat rahbari tomonidan munosib e'tirof etilishi, rag'batlantirishi ham tadbirkorlarni xursandchilik, g'ayratiga g'ayrat qo'shayotgan bo'lsa kerak. Siz ham mana prezident tomonidan yuksak mukofot sohibiga aylandingiz. Juda ham bizni katta ruhlantirdi. Bu mukofotni biz bir kichkina xizmatlarimizga prezidentimiz munosib ko'rgan ekanlar. Buning uchun biz juda ham katta tashakkur etamiz. Olib borayotgan xayrli ishlarda bardavom bo'lib, biz ham yo'llarda yelkadosh bo'lishligini niyat qilamiz.